Qur'oni Karim oyatlarida turli jismoniy va ruhoniy xastaliklarga shifo mavjud bo'lib, nasibasi bo'lganlar ulardan foydalana oladi. Hammasi muhabbat va ixlosga bog'liq. Biz iste'mol qilayotgan barcha dorilar ham Allohning yo'qdan bor qilgan nabotot va hayvonot olamidan olingandir. Uni ajratib olgan olimlardagi farosat ham, ilm ham unga tegishlidir. Shunday ekan, qanday o'z kalomiga shifo beruvchi sirlarni paydo qila olmasin? Bunga iymonli kishi shubha qilmaydi. Oyoqlar ostida toptanib yotgan giyohlarga shifo sirlarini bera olgan zot qanday qilib muqaddas kalomidagi so'zlarga bera olmasin? Barcha narsaga qodir degan e'tiqodli kishi shubhaga tushishi mumkin emas. Sel kasalligi uchun yoki o'pkasida kasal bor kishi Yunus surasining 1-oyatini zafaron va gulob bilan yozib, toza suv bilan yuvib, har kuni 3 mahaldan ichsa, Allohning izni bilan shifo topadi.